Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh. Alloh taologa hamdlarimiz, Nabiyimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom va salovatlarimiz, ul zot oilalariga, sahobalarga salomlarimiz bo'lsin. Alhamdulillah, mana bugundan boshlab payg'ambar alayhisalomga qo'shni, Rasulullohning mehmoni, sahobalarning mehmoni bo'lib bir necha kun yashashlikka Alloh taolo nasib qildi. Mana alhamdulillah tahajjud namozlarini ado qildik. Alloh qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Alloh taolo qalblarimizga iymon, yuzlarimizga nur, jasadlarimizga haybat bersin. Bomdodni ado qildik. Farzda eng ulug'lardan biri. Bomdodni sunnati to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodni sunnati dunyoda hamma narsasidan yaxshi degan. Bomdodni sunnati dunyoda hamma narsasidan yaxshi bo'lsa, farzi qanaqa darajada ekan? Alloh taolo bomdod namozini daryoda qabul qilsin. Xo'p, Rasululloh alayhisalomni masjidlardamiz, Rasulullohga qo'shni bo'lib, Rasulullohning masjidlarida amallarimizni ado qilayotgan ekanmiz. Endi Rasulullohning bir sunnatlaridan bir sunnatni tiriltirib qo'yadigan bo'lsak, bir sunnatni yo eslatma qatorida yoki bilmaganlarimizga ilm qatorida dars o'tib qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh qiyomat kuni Ul-Zot sallallohu alayhi vasallam shafaatlariga nasib bo'lib qolsa, ajab emas. Meni qo'limda mana turgan narsa nima deydi? Misvok deydi. Bu misvok. Mana bu bir daraxtning novdasi, bo'lganda ham tomiri. Misvok arab diyorlarida o'sadigan arok degan daraxtning tomiridan olinadigan bir g'arich, o'ziga xos to'g'ri keladigan darajada tayyorlab oladigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bizlarga ko'rsatgan ko'rsatmalaridan biri. Gigiyena, shaxsiy gigiyena deb qo'yamiz-ku. Hozirgi zamonda yoki oldin ham payg'ambarimiz alayhisolatdan keyin ham Yevropa ahli boshqalar, biz gigiyenada boshqada oldidamiz deydi, lekin illo islom kelgunicha ham o'zi Yevropa ahli pokiza bo'lmagan. Ammo islom butun insoniyatga eng tozalikni, sanitariyasini, gigiyenasini eng zo'rlarini olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misvok to'g'risida misvok dedi. Robbni, Allohni rozi qiluvchi, farishtalarni xursand qiluvchidir dedi. Misvok shunday bir narsaki, payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida aytadi, agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganida edi, mashaqqat bo'lishligidan qo'rqmaganimda edi deydi, har namozlaridan oldin mana bu misvokdan foydalanishlarini tavsiya qilar edim, buyurgan bo'lardim deydi. Subhanalloh. Misvok nima? Misvok shunday bir narsaki, kim buni qo'llanayotgan bo'lsa, Alloh undan rozi bo'ladi. Chunki misvok musulmon kishini og'iz bo'shlig'idagi pokizaligini, tozaligini, shaxsiy gigiyenasini ushlab turuvchi eng asosiy narsalardan biri. Misvok qo'llangan kishidan Alloh rozi bo'ladi, chunki uni og'zi xushbo'y bo'ladi. Hozirgi zamonda misol zubno pastalar, zubno shotkalar deyiladi. Asli shu narsalarning hammasi islomdan, ya'ni Rasululloh alayhi vasallam tavsiya qilgan misvokni asosida olingan. Misvok shunday bir narsaki, unda 24 xil kasallikka davo bordir. Shu davolardan bittasi eng asosiysi, qaysi erkak kishi misvok ishlatib yuradigan bo'lsa, doimiy holatda, misol aytaylik, Rasulullohning hadisiga muvofiq har namozlardan oldin shu misvokdan foydalanadigan bo'lsa, mashaalloh tabarakalloh, misvokdan foydalangan erkakda hozirgi zamonda eng erkaklarning ichida qattiq ko'zga ko'ringan kasallik prostatit degan narsa bo'lmaydi. Prostatit degan narsa bo'lmaydi, subhanalloh. Ya'ni eng asosiy ana shu erkak kishining erkaklik tomonidan, xossatan prostata bezini asosiy bezlari, tomirlari mana shu og'iz bo'shlig'ida, tish oralig'ida joylashgan bo'lar ekan. Va mana bu narsa o'sha qo'llanilganda prostata bezlarini mashaalloh nima qilar ekan? Ishqalab undagi kasallikni ketkizar ekan. Ya'ni bu bir foydali bir ilmiki, misvokning foydalaridan oddiy bitta foydalaridan bittasi, misol aytaylik, hozirgi zamonaviy tibbiyot, zamonaviy meditsinada agar bir erkak kishi prostatit bo'lib tabibning oldiga, medikning oldiga, urologning oldiga boradigan bo'lsa, ko'pchilik eshitgan narsa bir yomon fe'l bor. Yomon davolash uslubi bor. Ya'ni qo'pol bo'lsa-da sizlarga foyda bo'lishini aytamiz, bizni kuzatayotganlarga ham foyda bo'lishini aytamiz. Islomni shu qadar, Rasulullohning sunnatlarini shu qadar biz hayotimizga, erkak ayolga qanchalar foyda ekanligini tushunish uchun.
Barmoq bilan nima qiladi? Davolaydi, bilasizlarmi? Bu barmoq bilan davolanishlik oxir oqibat erkak kishini yomon sifat egalari bo'lib qolishlikka olib boradi. Endi qarang, Rasulullohning sunnatlari ajib ekanmi? Rasulullohning sunnatlari biz hayotimizga ham foyda ekanmi? Shundan foydalangan erkak kishida mashalloh tabarakalloh nima bo'lmaydi ekan? Prostatit bezi kasallanmaydi ekan. Prostata bezi ishib ketmaydi ekan. Mashalloh tabarakalloh. Sadaqa Rasulillah. Rasululloh haq narsalarni o'rgatib ketdi. Rasulullohning sunnatiga kim ihyo qilsa, dunyoda ham yaxshilik topadi va qiyomat kunida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni shafaatlariga